Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, Muslim Chora kanalining ashaddiy obunachilari akalar. Bugungi kunimizga 2 dona chiroyli buqachalar bor. Sizlarga tanishtirib o'taman. Ma'qul bo'lsa bosib o'rasizlar, pulni ham yengil qo'yaman, bo'ladigan qilib qo'yaman akalar. Mana semental gibriddan so'radinglar, semental gibrid. Ota semental, onaga o'lishdi. Mana akalar, mana firminni buzoq. Mana yeb ichi zo'r, 7 oylik. Bunisi 7 oylik. Mana buqacha 1 yashar. O'zimi buqam bu. 1 oy oldin yashur bo'lgan, yashurdan chiqib tuzalgan. Keyin bog'ga to'dim. Ular et yaxshi bo'lib qolganda, arrasi qozib ketdi. Xudo xolasa zo'r. 1.35 bo'yi, 1 yashar. Bugun 28-fevral hafta kuniga shanba bo'lyapti ekan. Andijon viloyati Sharxon tumani o'zimizning xonadondan bo'lyapti akalar. Endi buqachalarni aytdim. Buni bo'yi 1.29, 7 oylik. Shoqi bor variantidan. Orqalarini ko'rsatdim, mana hamma yo'g'ini ko'rsatdim. Endi narx-navosini aytsam, buni 23 million so'm bersanglar, dastlabki vodiy bo'ylab bo'ladi. 23 millionga. Bo'yi 1.29. 1.30 plus minus deylar. Mana 1 yasharligiga bunga 24 million beringlar. Ozgina xayri bor. Bu katta buqa-yu, lekin o'zimiz uyda turganligi uchun pulini yengilroq qo'yaman. 24 million so'm ozgina xayri bor. Dastlabki vodiy bo'ylab. Agar ikkosini jup olaman desanglar, 23 million so'mdan dastlabkasini vodiy bo'ylab qilib beraman. Telefon qilaverasizlar akalar. 1.35 sm ga 1.30. 23 milliondan yaxshi narx bo'ldi. Xayri ham bor. Xudo xolasa like bosib qo'ysanglar bo'ldi akalar. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan.